Uyingizga mehmon kelyapti yoki siz qayergadir mehmonga ketyapsizmi? Dasturxonga biror nima tayyorlashga juda ham vaqtingiz kammi? Unda ushbu retseptni yozib oling va tayyorlab ko'ring. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar: oddiy kofeni damlab olamiz, sovib turishi uchun. Keyin esa kremni tayyorlab olamiz. Krem uchun 33% lik slivki, tvorojniy sir, vanil, kofeni solib, yaxshilab ko'pirtirib, krem hosil qilib olamiz. Keyin esa tortimizni sborkasini boshlaymiz. Pechenyelarimizni kofega botirib formaga mana shu shaklda terib olamiz. Keyin esa kremimizni yarmini solib, tekizlab olib, ikkinchi qavatini ham xuddi shu tarzda terib olamiz va kremimizni oxirgi kremimizni solib, o'zimcha gullamoqchi bo'ldim. Gullarim o'xshamaganicha tekizlab tashladim. Keyin esa ustidan kakaoni cheres sita sepib olamiz. Aytib o'tganimdek 15 minutda tortimiz tayyor bo'ldi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring.